Do'stlar, xullas mana safarimni 103-kuni hozir video ololmayapmiz. U yoqqa bor, bu yoqqa bor, mototsikllar o'ta olib ovozim eshitilmayapti. Xullas do'stlar, mana safarimning 103-kuni sizlarga yangilik. Hasanjon Eronda yashayapti hozir. Menga sherik bo'lmoqchi. Nima deysizlar? Tilni biladi, lekin o'zbekchani sal esdan chiqarib yuboryapti ekan, ha? Malades. Assalomu alaykum o'zbek yurtdoshlariga. Bir maslahat bordi, shuki hozir yaqin orada cho'l bor. Endi u cho'lda men hozir borgasa 100% bilinglarki, o'tdan keyin yomonlar ushlab qo'yishlari mumkin. Shunda u narsalarni olib qo'yishlari mumkin. Ya'ni yo'lda ham yana hayvonlar bor, hayvonlarga ushlab qo'yishlari mumkin. Qiyin, yo'l katta, Eron katta davlat bo'ladi. Shunga agar bo'ladi desa, mayli desanglar, Nodirjonni men yordam berib, shu Ironni oxir viloyatiga olib qo'yaman-da, qolgan ashundan ag'ri Dubaygacha 10 kun cho'zlar ekan. Shundan ag'rini keyin menga sherik bo'lasizmi? Ha, inshaalloh qo'limdan kelganicha. Bo'ldi, asha. Agar cho'ldan o'tsayda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin hozir bo'layapti, bir o'zing cho'lda, o'sha cho'lda yursang, narsalarni olib qo'yadi, deyapti. Mayli, agar menga sherik bo'lsinmi, nima deysizlar? Davay desalaring bosamiz, ketamiz, ha? Bosamiz inshaalloh. Davay, mana yuribmiz mana.